haqiqatan ham Mangu professional ligasi o'ziga xos tarzda hozir Boburbek bilan ham suhbat olib bordik. Bundan avval grappling yo'nalishida menimcha ortiqcha taraflarda o'tirishning hojati yo'q. Kim ishtirok etgani, kim o'shanda bahsga kirganligini va bugungi turnirda bevoysa Samarqandda esa Muay Thai juda ham rivojlangan, juda ham mashhur, o'zining nomlari, jangchilari, sportchilari, yorqin vakillari bor. Va Muay Thai yo'nalishida ikkita jangni muxlislarga taqdim etishadi. Birinchisi mana shu. Keling sportchilar tezligini tanishtirib o'taman. Yassir Rassafi marokashlik sportchi. Marokashda kickboksing, Muay Thai yo'nalishida juda kuchli jangchilar bor. Rekordga e'tibor qating. 40 ta jang, 30 ta g'alaba, 10 ta mag'lubiyat yengil vazn toifasida. Middle kick. Yarim high, yarim middle. Demak, Shahriyor Jo'rayev uning raqibi. 52 ta jang, 48 ta g'alaba, 4 ta mag'lubiyat do'stlar. Mana shunday rekord. Qo'l, oyoq zarbalarini yaxshi ko'radigan muxlislarimiz uchun ajoyib jang bo'ladi. Hozircha marokashlik sportchi ikkinchi raqam ostida ishlayapti. Low kick va high kick zarbalari, middle kick zarbalari unda yaxshi va oyoq zarbalarini himoya qilyapti. Bayan qizig'i o'ng qo'l hook zarbasi yon tarafdan taqiqlangan. Beldan past qismida taqiqlangan. Ataylab qildi deb o'ylamayman. Bo'lib turadi. Bir yo'nalishda bevosita Muay Thai'da mana shunday zarbalar bexosdan amalga oshiriladi. Shahriyorni yana bir jihati u aralash jang san'atlarida ham bevosita ishtirok etgan. Yana o'sha promousheniga qatnashaman, chunki ko'rganman uni jangini. O'shanda raqibiga jarohat yetkazgan holda g'alaba qozongan. Clinch. Eslatib o'tamiz muxlislarga, bu yerda parter ruxsat berilmaydi, faqatgina janglar stoykada bo'lib o'tadi. Endi Muay Thai'ning o'ziga xos klinchi bor. Albatta. Klinchda tizza va tirsak zarbalariga, qo'l zarbalariga ruxsat berilgan klinch holatida qo'llab-quvvatlanadi. Mana shu joy. Ammo parter yo'q. Low kick. Tirsak zarbalarini marokashlik sportchi faol foydalanish boshladi. Bu ham o'z zarbalarini ishlatishni boshlayapti. Bo'y borasida ustunlik bor unda. Front kick. O'ng qo'l zarbasi borganda, chap qo'lda tirsakda. Xavfli. Tizza zarbasi yaxshi o'ta olyapti marokashlik sport. Lekin Shahriyorda oldingi qo'l hook zarbasi zo'r o'xshayapti. Muay Thai sportchilarining o'ziga xos bosimi bor. Bu ta'riflash bir boshqa sportchilarnikidan qarab, boshqa sport turlarini vakillariga qaraganda Muay Thai sportchilarining stoykadagi bosimi boshqacha. Oyoq harakatlaridan faol foydalanishni boshladi Shahriyor. Low kick. Middle. Va mana bunday yiqitmoqda. Round so'ngida. 3 daqiqa. 3 daqiqadan 3 raund davom etadi jang. Bilmadim ekan. Ko'rdik, masofani qisqartirgan holda tizzada o'sha o'zining qo'llari, quloch uzunligi, oyoqlari uzunligidan foydalangan holda urindi. Misr vakili va Shahriyor Jo'rayev portlovchi zarbalarni ko'rdik. Ayniqsa qo'l zarbalarini alohida Boburjon e'tirof etdi o'sha pallada. Har safar marokashlik sportchi hujumga o'tishdan oldin bir qadam oldinga hech qanaqa zarbalarsiz yaqinlashyapti va bundan Shahriyor unumli foydalanyapti. Oldingi qo'l kutib olish hook zarbasi bilan. Feruz Toshev albatta diqqat bilan kuzatib boryapti mana shu jarayonni. Samarqand viloyati Muay Thai asosasi rahbari, sport fidoyisi desak ham bo'ladi Feruz Toshevni. Fidoyi bo'lmaganda sportni rivojlantira olmagan bo'lardi. Samarqandda o'tkaziladigan juda ko'p musobaqalar, turnirlarni tashkiliy ishlariga yaqindan yordam beradigan inson.
O'ylaymanki, Shahriyorda boyun aytib o'tganimdek, marokashlik sportchini hujumga o'tayotgandagi xatosidan foydalanish menimcha juda ham yaxshi foyda beradi, ya'ni o'sha harakatsiz hujumga o'tayotganligi. Shahriyor har doimgidek raund boshini faol boshlayapti. Chap middle kick zarbasini berishga harakat qilyapti, lekin marokashlik sportchining reaksiyasi bu zarbani qaytarib qolishga yetyapti bemalol. Aylantirib backfist amalga oshirdi. Spinning backfist zarbasini berishga harakat qildi, lekin mo'ljalga tegmadi. Klinchda tizzalar. Marokashlik sportchida 10 tizza juda ham xavfli kiryapti va chap tirsak zarbalarini faol foydalanishni boshladi. Bu demak, bir-birini o'qiyapti. Ikkita tajribali sportchi. Atayin qilyapti mana shu ikkita low kick zarbasini o'tkazib yubordi. Safi. Atayin qilyaptimi? Nimadir poylayaptimi? Shu o'ng qo'lini, mana chap qo'liga o'ng qo'lini tayyorlayotgandek taassurot uyg'ondi. Haqiqatan ham Atayin oyog'ini qo'yib berdi. Zarba yo'llashga Jo'rayevga ko'nikib qoldi. O'tyaptimi? Zarba yo'llayveraman deya. Tegmadi, lekin juda xavfli do'stlar. Yaxshi, yana o'sha xatoga yo'l qo'yapti. Oldingi qo'l yon tarafdan huk zarbasi faol o'tyapti. Shahzodni yana bir bor aytamiz, lekin unga javoban marokashlik sportchi o'ng qo'l to'g'ridan cross zarbasini ham o'tkaza olyapti. Xavfli, juda xavfli va juda kuchli. O'sha zarba. O'ng qo'l tirsak zarbasi bilan kirib bordi. Bo'yidan unumli foydalanyapti. Oyoq zarbalarini berishga bemalol imkoniyat beryapti marokashlik sportchi va oxirgi soniyalarida oyoqni ko'tarishga ustuq qilyapti. Qalb tobora ko'payyapti mana shunday zarbalar. Tobora avj olyapti. Albatta mana bunday irg'itib otishlar chiroyli, lekin anchagina kuchni ham oladi albatta. Low kick va high kick alantirishga harakat qildi, bo'y yetmayapti. Toshifning menimcha o'zi ketyapti hozir ko'rsatma berishga, qoringa zarba. Yaxshi o'tdi. Biroz toliqqanligini ko'rib turibmiz Shahrizod. Lekin konsentratsiyani yo'qotmaslik shart bunday bahslarda, bunday janglarda. middle kicklardan faol foydalanishni boshladi marokashlik sportchi. Masofadan aynan beryapti. Nima uchun Shahriyor bo'ynagidek oldinga harakat qilmayapti? Raqibga bemalol aylanishga harakat berayotganligi unga mana shu biroz zarbalarni o'tkazib borishga sabab bo'lib qolyapti. Ochig'i ikkinchi raund menimcha aynan Marokash vakilida Yassir Rassafida. Tana harakatlari bilan yaqinlashganda bo'yna Shahriyor birinchi raundda tana harakatlari bilan masofani yaqinlashtirganida xavfliroq chiqayotgandi uning hujumlari. Lekin biroz toliqish borligi uchun bu joyida qoldi. Toliqish bor, paydo bo'lyapti har xil. Va aziz muxlislar, eslatib o'taman. Prof Muay Thai 3 raund 3 daqiqa davom etadi. Muay Thai kickboxing deganimizga Furqat Yaqubov ham shu yerga kelgan, hozir ko'rsatma berishga harakat qilyapti. Shahriyor biroz oyoq harakatlarini, ya'ni footworkni faollashtirsa yaxshi bo'lar edi, chunki masofada qolayotganligi hisobiga marokashlik sportchi bo'yidan foydalanib ancha-muncha zarbalarni o'tkazib olyapti bu yerda. Raund boshida, birinchi raund boshida ko'rganimizdek, Shahriyor juda ham ajoyib footworkni qo'ygan edi, lekin biroz toliqqanligi sababli bu sekinlashyapti. O'tdi zarba hozir o'ng qo'l yon tarafdan. Va yana bitta zarba o'tkazishga harakat qildi.
tana zarbasi juda ham yaxshi orqa qo'ldan zarba bermoqchi bo'ldi shekilli. Ko'ziga qo'li bilan tegib ketganligini qayd etmoqda. Time out. Ha. Bu yerda sportchiga tiklanishga vaqt berish kerak, chunki stoykada olib boriladigan janglarda ko'zga barmog'ini tiqib olgandan keyin bu ko'rish abzori kamayganda albatta xavfli holatga yuzaga keladi. Hammasi joyida jang davom ettirish mumkin. Kerak Mana zarbasi. shu o'rta yaqin masofada Shahriyodda juda ham katta ustunlik bo'lyapti. Juda ham katta haqiqatan zarbalarni zo'r o'tkazib olyapti. Tirsak zarbasi 3-raundni olyapti. Hozircha bir daqiqa ortda qoldi. Sal ko'proq undan. Ha, aniqroq va faolroq harakat qilyapti Shahriyod. Lekin marokashlik sportchi ham jangni o'z nazoratida saqlab turibdi. Har bitta berilayotgan oyoq zarbasi mo'ljalga borib tegyapti. Qisqartirishga harakat qilmoqda. Buning natijasida masofani imkon qadar tezroq. Xuddi o'shunday haqiqatan ham qarang, professional sportchi o'z xatosini tushunib yetyapti, yaqinlashishga harakat qilyapti. Tirsak zarbasi. Eng muhim jihat Boburbek. Ikkinchi nafas ochildi, ha? Ha, ikkinchi raundda ko'rayotganimiz biroz toliqish bilan ortga chekinayotgan edi. Hozir qarang, har bir zarbaga keskin zarba bilan javob qaytaryapti. Klinch. O'ng qo'l tirsak zarbasini o'tkazib oldi marokashlik sportchi. Albatta, shu yaqinlashayotganda marokashlik sportchi xavfli mo'ljalga aylanishni boshladi. O'zi uchun ham, raqibi uchun ham. 1 daqiqa. So'nggi daqiqa. Mana endi ko'rsatish kerak va muxlislar ham anchagina jonlanishdi. Time out. Vaqtni to'xtatish kerak bunday pallada. Olib tashlab qo'ya qoldi. Xalaq bermaslik uchun to'liqligicha va jangni davom ettirish mumkin. Ketdi qoringa, chap qo'l to'g'ri yo'llangan zarba. Orqa qo'lda low kick, o'ng qo'lini ilgak ustida overhand zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Bu yerda clinch 30 soniya vaqt qolyapti jang yakuniga yetishiga. Oxirgi so'nggi harakatlar. Middle kick zarbasi. Aytaman, har bitta tepayotgani masofadan tegyapti. Marokashlik sportchini Tavakkal qildi hozir. yo'qotadigan narsa yo'q bu yerga. Harakat qilish kerak, so'nggi soniyalar. Yaxshi, chiroyli jang ko'rdik. Ikkita sportchi ham bor kuchi bilan harakat qildi, chiroyli jang bo'ldi bu yerda. Ayniqsa o'sha boshida aytib o'tdingiz, qo'l va oyoq zarbalari uyg'unligidagi janglarni tomosha qilishni yaxshi ko'radigan muxlislar uchun o'ziga xos qarama-qarshilik bo'ldi. Muay Thai do'stlar. ilk Muay Thai jangida 2-1 hisobi bilan победу со счетом 2-1 одержал and your winner by split decision. Blue corner Marrakesh Yasir Rasafi. Marokashlik jangchini qo'li baland ko'tarilmoqda. Borurbek raqsga tushishni boshladi. G'alabasidan haqida taxmin qilgan edingiz, hozir mikrofon tashqarisida. Bu mangu, bu yerda hamma narsa haqqoniy bo'ladi va haqiqatan marokashlik sportchini mehnati demak hakamlar ko'z oldida ustunroq deb topildi. Ikkinchi va 3-raund oxiridagi faol harakatlar menimcha bu jangchiga g'alabani olib keldi.